Hammamizda shunday tanishlar bor. Tanishlarimiz bo'lmasa ham ko'chalarda yo tashqarida yo biron joyda yurganimizda shunday insonlarni ko'ramiz. Bu oddiy hol biz uchun. Yoki bo'lmasa biron bir rasmni ko'rganimizda yo internetda ko'rganimizda ham shunaqa hollarni ko'ramiz. Bilasizlarmi, qandaydir yigitlarimiz bor, erkaklar ham bor, shuna ayollar ham bor. Mana bunday qilib o'zlaricha rasm tushishadi yoki bo'lmasam ko'chada yurishganda ham qo'llarini ko'tarib yurishadi. Yana bo'lsa mana bu yeri bilan biron bir o'ziga yoqmaydigan insonni urib, turtib, o'tib ketib o'zlaricha urush oqtarib bir narsalar qilishadi-da. Endi ular o'zicha kuchli, o'zicha jasurda, ular endi zo'rda. Endi ularni mana bu ongida shunday. Lekin aslida kuchli bo'lish bu siz kimnidir urib, yengib, siz zo'r bo'lish yoki qilichbozligida emas. Kuchli bu o'zini tuta oladigan insonlar kuchlilar toifasiga kiradi. Siz o'zingizni tuta olyapsizmi? Yo'q, siz o'zingizni tuta olmayapsiz. Siz o'zingizni ko'rsatish bilan ovorasiz. Siz hech qanday kuchli emassiz. Siz ongingiz bilan ishlamayapsiz. Siz ongingizni qanchalik past tabaqada ekanligini bildirib qo'yapsiz. Yoki bo'lmasa men jasurman deb qo'yasiz. Siz jasur bo'lib nima ish qilyapsiz? Ha, men hamma joyga boraman, men hamma jangda birinchiman degan gaplarni gapirasiz. Siz jasur bo'lib faqatgina mana shunaqa janglarga yurib yoki bo'lmasa faqat shunaqa joylarga boradigan insonlar jasur bo'lmaydi. Jasur inson bir ishni boshladimi, oxirigacha yetkazadi. U jangda bo'ladigan ish emas. U ong bilan ishlatiladigan ish. Kuchli insonlar esa o'zini tuta bilishi bilan o'zini kuchini ko'rsatadi. Men jasurman, men kuchliman deb har xil bo'lmagan qiliqlarni qilish shart emas. Siz o'zingizni xulqingiz bilan, o'zingizni tarbiyangiz bilan, o'zingizni yurishingiz bilan, o'zingizni insonlarni hurmat qilishingiz bilan, o'zingizni gapirishingiz bilan hurmat orttira olasiz. Kuchingiz bo'lmasa ham. Yana yaxshilab o'ylab ko'ring.